Mana bugun biz Yangiyo'l tumaniga kelganmiz. Mosh bilan birga qo'shib ekish ekstrafos mahsulotini bergan edik. Mana dehqonimiz Muhammad Tohir akam. Ularni endi ichki yo'llar qanaqa bo'lyapti, keyingi rejalari qanaqa, shular haqida ozgina suhbatlashib, rejalarini bilamiz. Assalomu alaykum avvalambor. Va alaykum assalom. Mosh ekayotgan ekansiz. O'ziz qanchadan beri shug'ullanasiz bu ish bilan? Bu mosh ekish bilan 10 yilga qoralab borib qoldi. Faqat shu yo'nalishda haligi bu Makka yoki bo'lmasa boshqa Makka jo'xori boshqa nimalarga sohaga o'tmaganman. O'zim faqat shu mosh bilan shug'ullanib kelamiz. Bu dalaga necha kilodan urug' ekyapsizlar, qanchadan dori beryapsizlar birga shu narsalar haqida? Hozir bu moshga gektariga 50 kilodan tashlayapmiz. Keyin bu chiqib o'zini tutib olgandan keyin sug'orishga kelganda olsa bir 250 kilodan mo'ljalab qo'yamiz. Ikkinchisiga. Ha, ikkinchisiga. Inshaalloh. Vegetatsiya davrida bitta o'g'itlashga. Ha. Endi maqsad yana shundan, shu sizlarning mahsulotlaringdan nima qilamiz deb qani. O'zi chiqib ozgina nima qilsa o'zi ko'rsatadi-da. Oldin qanaqa agrotexnika qilardinglar, qanaqa o'g'itlardinglar, oldingi o'g'itlashlar haqida ham gapirsangiz-da. Oldingi safarlar amafos solardik. Bu ham ba'zida yaxshi bo'ladi, ba'zida haligi qalbakisi ham chiqib qolyapti ularda. Endi hozir bu yilga endi bundan natijasini ko'ramiz inshaalloh. Vegetatsiya davrida qanaqa bo'lardi? O'sha o'suv davrida nima bilan o'g'itlardinglar keyin? Ikkinchisiga. Ikkinchisiga keyingisiga selitra bilan kaliy qo'shardik. Kaliy shu mevasini ushlab qolish uchun 200 kilodan 100 kilodan selitra qo'shib 50 kilodan kaliy qo'shib yuborardik. 150 kilodan qolardi. Ko'proq keyin haligi bargidan oziqa berardik-da-chi. Sut benzi berardik. 2 marta, 3 marta o'sha yoshlik paytida, barralik paytida 2 marta, 3 marta haftasiga, har haftada 1 martadan 3 marta berib qo'ysangiz, hosil o'zi darrov o'zini tutib oladi-da. Mana undan keyin hosil bir 30%, 40% gullashga kelgandan keyin, ana undan keyin suv qo'yilsa, o'zi bo'ldi, u yog'iga o'shangacha bir zahar uriladi qurtiga. Shu guliga kelganda yana bir marta urilsa, bo'ldi. O'qigan paytda haligi o'rgamchikana deydi, o'shanaqangilardan ehtiyot qilsangiz, inshaalloh u yog'i endi Allohdan. Albatta. Faqat endi hammamiz duo qilib nima qilamiz? Bunga endi hammamiz maqtanishga ojizmiz-da, maqtanishga maqtar bo'lmaydi. Alloh taolodan faqat duo qilamiz. Albatta. Shu mana bu yildan xudo xohlasa keldik mana shu yerga, atrofimizdagi aholi mana shu qancha dehqonlar, musofir dehqonlar u yoq bu yoqdan kelishibdi. O'shalarga avval o'shalarga bersin. Shularning qatorida bizni ham Alloh taolo unutmasin, ilohim. Eson-omon shuni sog' salomat yig'ishtirib, egalariga Alloh nasib toshirishni Alloh taolo nasib qilsin-da. Shu Allohdan so'raymiz faqat. Bizga ham ko'p savol bo'ladi-da dehqonlardan. Aprel oylarida mosh eksam bo'ladimi degan savollar ko'p bo'ladi. Men aytamanki, moshni umuman olganda aprel oyida eksa bo'ladi, lekin faqat uni yig'ishtirish muammo bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi ekinga ekkan ma'qul bo'ladi deyman-da. Siz nima deysiz? O'shanaqangi u kun issiganda endi bir xo'jalikka bir ozgina eksangiz, misol uchun ekib qo'ysangiz, yaxshilab qarasangiz bo'laveradi, yaxshi bo'ladi. Haligi otib ketadi. Misol uchun bu mosh, lo'ya, bu hammasi oilasi bittada. Lo'yani ham misol uchun har 50 santimetrga ekkandan ko'ra 1 metr kvadrat metrga bir tutdan qo'yilsa, o'sha duko'klab ketib, kuzga borganda har bir tutdan bir etakdan hosil olaverasiz-da. Siz shunaqangi. Bu mosh ham shunaqangi duko'klab ketadi, palaklab ketadi-ku, uni terib olish muammo bo'lib qoladi-da. Kun isigan paytda o'zi tars yorilib ketib, to'kilib ketaveradi. Uni o'sha sham tushgan paytda ertalab vaqtli terib olinsa bo'laveradi. Endi bunaqangi katta gektarga juda qiyin-da uni. Eng yaxshisi demak faqat ikkinchi ekinga ekish moshchi. O'shaning uchun hamma bizdan ham endi aqlli insonlar shuni nima qilganda endi buni shuning uchun ikkinchi mana hosilga ekyapmiz hammamiz. To'g'ri. Bunaqa. Moshni faqat ikkinchi ekinga ekinglar, chunki yig'ishtirib olish muammo bo'ladi. Buni ekish, yetishtirishda muammo yo'q, yig'ishtirib olish bilan bog'liq muammo bo'ladi. Xarajatlar ko'payib ketgani uchun asosan ikkinchi ekinga ekiladi. Mosh ekinida dukkayli ekin bo'lgani uchun o'zi azot bilan ta'minlaydigan ekinda, havodagi azotni birlashtira oladigan ekin. Shunaqangi deydi, bunisi ham bor. O'sha moshni ildizida havodagi azotni o'zlashtiradigan bakteriyalar bo'ladi-da. Havodagi azotni o'zlashtirib, moshga beradigan, o'ziga chaqiradi. Shu havodagi azotni olib, moshga beradigan oziqa sifatida bakteriyalar bo'ladi. Tugunay bakteriyalar deydi. Mosh ildizini yulsangiz agar, bunda
bo'rtiqchalari bo'ladi. Ha. Mosh ildizida. Aha. Dumaloq bo'rtiqchalari bo'ladi. Ha. Shu tugunay bakteriya deyiladi. Ha. Havoga azotni o'zlashtirib beradigan bakteriyalar. Va o'suv davrida aslida o'sha bakteriyalar ishlasa, moshga azot kerak emas. Azot yo'q berish kerak emas. Ha. Ishlasa haqiqatan ham. Uni ishlamayotganini qayerdan bilsak bo'ladi desa, o'sha bakteriya ildizi atrofidagi bo'rtiqlarni dumaloq sharcha, kichkina sharchalarni rangi qizg'ish yo pushti bo'lsa, u ishlayotgan bo'ladi. Agar rangi oq bo'ladigan bo'lsa, ishlamayotgan bo'ladi, azot berish kerak bo'ladi. Rangi oq bo'lsa, azotli o'g'it berasiz. Rangi qizil bo'lsa, qo'rqmasdan azotli o'g'it bermasangiz ham yaxshi hosil olaverasiz moshdan. Bu dehqonlarga ham endi foydali ma'lumot o'rnatadi-da. Foydali ma'lumot bo'lib qoladi. Uni ishlaydigan mahalda hozir gapirish, mana hozir tafakkur qilib o'ylab turibman. Misol uchun kimdir o'shani mutaxassis sifatida o'shani tekshirib ko'rgan. Mana misol uchun endi shundan keyin men o'shani tomirini sekin tekshirib ko'rish nima qilaman? Tomirini sug'ursangiz, o'zi 30 kun, 35 kunlik bo'lganda уже tugunay bakteriyalar rivojlanib, ildizda nematodani bo'rtig'iga o'xshash bo'rtiqchalar hosil qilgan bo'ladi. Kichkina sharchaga o'xshagan bo'rtiqlar bo'ladi ildizda. O'sha tugunay bakteriya, ya'ni havodagi azotni o'simlikka ozuqa sifatida o'zlashtirib bera oladigan bakteriyalar bo'ladi. O'zi aslida havodagi azot nihoyat darajada og'ir uchboqli birikma bo'ladi-da bu. Buni ajratib olish uncha ekinni qo'ldan kelmaydi. Lekin faqat shu havo azotni o'zlashtirib beradigan, ekinga beradigan bakteriyalar bor. U bilan simbioz holatda yashaydigan mosh, dukkaglilar, beda va shunga o'xshash ekinlarda bo'ladi u faqat. Moshda bo'ladiki, mosh ekilgandan keyin 10 kun 15 kun bo'lgandan keyin ekilganiga tuproqqa maxsus signal chiqaradi o'zi. O'sha signalni sezadi-da, bakteriya kelib uni ildizga yopishadi. Ildizidan joy beradi, ildizda uychada, endi shu bakteriyaning uychasi dumaloq. O'sha uychasida yashab, u havodagi azotni maxsus fermentlar yordamida biriktirib o'simlikka beradi. O'simlik undan fotosintez mahsuloti bo'lgan uglevodlarni beradi. Sendan ugina, mendan bugina deb yashaydi-da bular. Yana boshqa o'simliklarda ham bormi shu xususiyat yo moshda bormi? Dukkaklilarda bor. Dukkaklilardan hammasida bor deyarli. Bedada bor. Bedada bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, haligi o'g'it zavodlar bo'ladi-ku. O'g'it ishlab chiqaradigan misol uchun zavodlar bo'ladi. O'shalar shu havodagi azotni tortib olib qo'yadimi o'shalar? Bu bor gap. Keyin yana qancha kilometrgacha? 100 kilometr radiusdagini oladimi shular? Endi maxsus uskunalari bo'ladi. Havoda azotni o'zlashtiradigan. O'sha uskunalarning yaqin atrofidan tortadi-da, u ham azot 100 kilometr katta masofa. U neki havodagi azot 78% havodagi gazdan 78% azotdan iborat. Azot juda ko'p havoda. U 100% 100 kilometrga azot tortmaydi, o'sha ham atrofini tortadi, lekin uni biz sezmaymiz-da, neki o'ta ko'pda havoda u. Uni tortayotgani milliondan bir ulush ham emas-da, ularni tortayotgani milliondan bir ulushi ham emas azot. Rostdan azot yo'qda shunaqa tayinlanadi o'zi. Havodagi azot olinadi, unga vodorod biriktiriladi, tabiiy gazdan vodorod ajratib olib biriktiradida ammiak oladi. Shuning uchun azotli o'g'itlarning narxi energiya narxi bilan bog'liq. Gazni narxi oshyaptimi, biling, azotli o'g'itlar narxi oshadi. Nega? Ammiak tayyorlash uchun ishlatilgan vodorod asosan eng arzon xomashyosh tabiiy gazda, metan gaz. Metan gazdan ajratib oladi-da uni. Eng arzoni. Metan gazdan olganligi uchun gazni narxi oshdimi, bilingki siz o'g'itni ham narxi oshadi. Lekin azot tekin o'zi, aslida azot havodan olinadi, tekin narsa, lekin uni narxi boshqa faktorlar va asosan energiya narxiga bog'liq oshishi. Kim tijorat deb qaraydi, shundoq bo'ladi, kim tirikchilik deb qaraydi, hammasi o'zini qarashi bor-da dehqonchilikka, har bir odamni. Shunga yarasha nasibasini beraveradi Xudoyim o'zi. Inshaalloh. Mana boshlashda ham Xudoga shukr, hali traktor texnika yurmasdan urib tushishi bilan o'tirib mana shu yerda hadna kabira qilib o'qib, ratib qilib, chiroyli qilib o'tib, Allohga yalinib duo qilib boshladik. Inshaalloh Allohga qancha yalinsangiz, Alloh befarqmasda bandasiga. Go'yoki mana bir hokimni eshigiga borib turib, eshigini taqillatsangiz, to'g'ridan borib eshigini ochsangiz sizni kirgizmaydi-ku. Borasiz, bir kirmasa, bir borib eshigini ochsangiz kirgizmasa, ikki borib ochib qaraysiz, kirgizmasa, uchinchi marta orqada kirgiz anoni deydi. Xuddi shunday jannatga ham deydi, sur kiradi deydi. Alloh taolaga ham yalinsangizgina beradi-da. Siz bilan bizni yalinishimizni xohlaydi Alloh taolo. Bandaligimizni izhor qilib, Alloh taoladan halol qilib shu boshlayotgan dehqonchilikni Alloh taolo iloyim hammamizga barakot bersin. Mana sizlarni ham qilayotgan tijoratlaringga hammasi Alloh taolo barakasini. Mana shu bo'lgan ulug' kunlarda turibmiz, Parvardigor hech birimizni
o'zingdan o'ziga muhtoj qilmagin yo robbil alamin. Hammamizni qalbimizni o'zimizdan-da yaxshi bilguvchi ulug' zotsan Parvardigor. Mana shunaqangi juma kunlarida hurmatidan Parvardigor, mana shunaqa yurtimizda namozlar o'qilib turibdi. Mana shu tinchliklarda sharofatidan barchalarimizni qalblarimizni o'zing isloh qilgin, o'zimizni o'z holimizga qo'yib qo'ymagin bunda. Iymonda, islomda, ibodatda, itoatda o'zingga hamisha bardavom qilgin. Mana shu qilayotgan xayrli, halol pokdan qilgan dehqonchiliklarimizni o'zing barakotlar bergin. Kuzakda hammamiz qoplarimizni to'ldirib, ahli oilalarimizni oldiga yorug' so'zlar bilan borish nasib bo'lsin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi bi rahmatika. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling yigitlar.